Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga qishki oyoq kiyimlar narxlarini aytib o'taman. 2025-2026-yillardagi. Bugun Botir aka magaziniga kelganman. Har xil brendoviy birga bir lyuks kopiyadagi modellarni olib kelib qo'yibdi. Har xil zo'r modellardan bor. Ko'rib turganlaringizdek, juda ham assortiment ko'p. Hozir Botir akamni o'zi narx-navolar bilan birga chotki tanishtirib o'tadi. Eslatib o'tay, aynan siz uchun Botir akamni o'zi O'zbekiston bo'ylab, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatini bepul qilib qo'ygan. Assalomu alaykum Botir aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Chiroyli qilib narx-navolar bilan tanishtirib o'tsangiz. Xitoyda ishlab chiqarilgan oyoq buyum. Ichi mexlik. Razmeri nechidan nechigacha? Razmerlari 40 dan 44 gacha. O'zbekiston bo'yicha 450 ming qilib beramiz, xizmatlari bepul. Materiali qanaqa aka? Tepasini, pastini? Koja emas. Rezinoviy podosha, usti nabuk. Sovuq qishga ham kiysa bo'laveradimi aka? Bemalol kiysa bo'ladi. Endi o'ta haligi sovuqlarga bo'lmaydi-yu. Qaysi aka, qaysi kiyim bilan bo'ladi? Klassik O'zbekistonga bo'laveradi bular. Pol klassikda bular. Kostyum shimlar bilan ham anaqa qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi buni. Kostyum shimlarni kiysa bo'ladi. Razmerlar nechidan nechigacha? 40 dan 44 gacha bo'ladi. Hammasi bor, xudo xohlasa. Hamma razmerlar bor. Hisob. Xudo xohlasa. Keyin mana bunaqa modelimiz kelgan. Bular ham ichlari ham bex. Bularda ham qishga bemalol kiysa bo'ladi. Jins shimlar bilan yaxshi ketadi bular. Ustki, pastki materiallar qanaqa? Nabuk ustlari. Podoshalari ham yaxshi, mustahkam. Ko'rib turganlaringizdek do'stlar, tikilgan ekan. Buncha-bunchaga anaqa qilmaydi. Nihoyatda chiroyli chiqqan. Buni faqat bitta rangi bormi aka hozircha? 3 xil rangi bor. Bitta ko'rsatib o'tamiz bu iloji. Ranglari bor. Bularda ranglari. Bu to'q jigar rang ekan, adashmasam. Mana bunaqa ipligi bor, mana bunaqa qoralisi bor. Nihoyatda ko'pda. Mana do'stlar. Yangi keldi bular. 7 chiqozlik bular. Bunaqa ipliklari bor. Ichidagi mexni ham bir ko'rsatib o'tsak. Ichida mexlari bor. Ichida mexlari bor. Mana do'stlar. O'zbekiston havosiga chotki to'g'ri keladigan modellardan biri. Razmerlar nechidan nechigacha aka? 40 dan 44 gacha. 40 dan 44 gacha. Behijolat O'zbekiston bo'ylab zakaz qilishlaringiz mumkin. Dastavka xizmatini aynan sizlar uchun Botir akamni o'zi bepul qilib qo'ygan. Qancha ob'em zakaz qilishlaringizdan qat'iy nazar. Bunimiz modellarimiz bor. Bular ham yaxshi narsa. Bularni narxlarini 520 ming so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha xizmat dastavkalarimiz bepul. Buni ham ranglari bor. Razmerini ham aytib o'tamiz. Razmerlari 40 dan 44 gacha. Materiali-chi? Nabuk materiali. Pasti? Rezinoviy aralash, kauchuk rezinoviy aralash, sifati o'ta yaxshi. Oyoqqa zo'r anaqilar ekanda, to'g'rimi? Ixchamgina, yumshoqqina. Zo'r. Gap bo'sh. Ranglari bor. Men boshida ko'rsatgan modelini ham mana shuni aytib o'tsangiz aka. Krossovka, ichi termoli bular. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bular narxini O'zbekiston bo'yicha 420 ming so'm qilib beramiz. Xizmatlari bepul. Razmeri nechidan nechigacha? Razmerlari 40 dan 45 gacha bular. Tepa и past qismi materiallar nimadan bo'ladi? Bular Gore-Tex deyiladi o'zi. Nomi Reebok. Shu podoshalari yaxshi. Rezinoviy kauchuk aralash. Bu Gore-Tex degan, ya'ni suv o'tkazmaydi degan, to'g'rimi aka? Suv bari alohida o'tkaziladi bu narsa. Quruq havolarga yaxshi-da, quruq sovuqlarga yaxshi. Lekin ichi termo bo'lyapti buni, to'g'rimi? Ichi termo, ichlari termo. Minus necha gradusgacha o'zingizni optingizdan kelib chiqqan holda qancha sovuqqa chidaydigan? Minus 10 gradusgacha chidaydimi aka? 10-20 gacha chidaydi bemalol. Gap bo'lishi mumkin emas. Sifati zo'r. Sifati o'ta yaxshi. Yana qaysi modellarimizdan bor? Keyin bunaqa yaxshi krossovkalarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimiz bepul. Materiali qanaqa bo'lyapti buni? Koja deydi, endi chisti kojani bilmayman lekin. Koja deb aytiladi. Sifati yaxshisi. 450 ming so'm qilib beramiz. Razmerlar nechidan nechigacha bor? Razmerlar 41 dan 45 gacha. Yana qaysi modellarimiz keldi aka? Shunga o'xshash, boyagi modellarga o'xshagan. Bu iplisi, boyagi iplisi mana shu. Mana do'stlar, ko'rsatganimiz. Polo klassik deyiladi-da, adashmasam. Bularda ham ichlari mexli, ranglari bor. Qanaqa ranglardan bor aka? Boya ko'rsatganimizda, to'g'ri? Mana bor. Qani? Jigarangi bor, qorasi bor. To'q seriyasi bor. O'zbekiston bo'yicha 480 ming xizmatlarimiz bepul. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, like, komment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz. Sizlar bilan har doimdek ko'k ko'z bo'ladi. Yana qaysi modellarimiz aka keldi? No modellarimiz ham menimcha kelgan, a? Bularimiz yaxshi sotilyapti, xudoga shukr. Bular endi mevsiz-u. Bu nima desam, mashinada yuradigan akalar ham bor. Razmerlar nechidan nechigacha bor? 39 dan 44 gacha bu. Narxi? Narxini 300 ming so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimiz bepul. Bunaqa yaxshi oyoq buyumlar kelgan.
bugun 6 xili keldi. Aha. Hozir mashinada turibdi, endi xudo xolasa chiqazamiz sotuvga. Bularni 250 ming so'm qilib beramiz. Bu material Har xil qanaqa bo'lyapti modellari aka? bor. Koja zaminитель bular. Aha. Qanchaga chidaydi endi примерно bu? Xudo Bir xolasa, sezon, xudo bir xolasa. sezon kiysa bo'ladi, xudo xolasa. Hay Bir yaxshi. sezon kiysa bo'ladi. 250 ming so'm qilib beramiz. Aha. Xizmatlarimiz bepul Ya inshaalloh. gap bo'lishi mumkin emas. Ularda iplik variantlari ham kelgan. Endi ularni endi alohida chiqazamiz, xudo Aha. xolasa. Mashina turibdi-da. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi videolarimizda Keyingi obязательно videolarimiz- kuzatib boringizlar do'stlar. Mana bunaqa modellarda endi yana boshqachalari chiqqan. Bu modelimiz narxi qancha, razmerlar nechidan 250 ming so'm qilib beramiz, 39 dan 43 gacha. Aha. Assortiment juda ham ko'p do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek. Xizmatlarimiz bepul. Bu modellarimiz ham yaqinda kelgan, menimcha. Sapok, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Razmer Bular nechidan o'ta nechigacha? yaxshi. 41 dan 45 gacha bo'ladi. Tagi ham do'stlar Tag- poложено taglari ham tikilgan. yaxshi. O'ta mustahkam ishlab chiqarilgan. Ichi mexli shunda, to'g'rimi aka? Ichi mexligan. Aha. Razmeri nechidan nechigacha? 41 dan 45 gacha. Narxi? 450 ming so'm qilib beramiz. Keyin Mijozlarimiz uchun. Keyin bunaqa modellarimiz ham bor ekan aka. Ikki oyoqli, yaxshi firma bular. Aha. Razmerlari? 39 dan 43 gacha. Aha. 350 ming so'm qilib beramiz. Mexsiz modellarimizni ham tanishtirib boraveraylik. Bular Chunki mijozlarimiz mijozlarimiz modelda bular. Mashinada Botir aka. yuradigan akalar uchun. hammasini aytsak, bu yerda ham assortiment juda ham ko'p ekan aka. Nihoyatda Batafsil ko'p. aytib o'tsangiz, videoni chunki 10 daqiqalik qilishimiz kerak. Yaxshi modellarimiz Qancha ko'p bor, assortiment ko'rsatsak, mashinada yuradigan akalar uchun. klientlarimiz uchun ham. Ichi mexsiz, Aha. 4 xil rangi mavjud. Material qanaqa aka buni? Nabuk bular, nabuk. Aha. Bularni O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimiz bepul. Aha. 480 ming so'm qilib beramiz. Gap bo'lishi Ipligi bor, kerak. ipsizi bor bularning ham. Aha. Mana bunaqa zamsh aralashgani ham bor, usti zamshlisi ham Bu bor. tepa pastki materiallar qanaqa endi aka? Nabuk bular aka, bular. Lekin mana bu podoshasi Eva podosha deyiladi. Sovuq o'tkazmaydi umuman. Sovuq o'tkazmaydi. Yeyilmaydi ham menimcha. Yeyilmaydi, uncha-munchaga yeyilmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Sifati Bunaqa modellarimiz aka. Bular, keyin bular mana shuni qarindoshlari. qarindoshlar, gap bo'lishi mumkin Ipsiz emas. podoshalari ham yaxshi, Oha. Eva podosh. Bu to'q ko'k ekan aka, to'g'rimi? To'q ko'k, qoralari ham mavjud. Aha. Jigaranglari ham bor. 3 xil, 4 xil ranglari borda. Bunaqa modellarimiz aka. Bularni ham bir tanishtirib Bular ham, o'tsangiz. sifati yaxshi, bulardan ham Xitoyda ishlab chiqarilgan. Aha. Kojinni deydi. Aha. Koja deb sotyapmiz endi. Koja Ha. deb bizga sotgan, biz ham koja deb sotyapmiz. Podoshasi ham o'ta yengil. Bular narxini 500 ming so'm qilib beramiz. Aha. O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimiz bepul. Faqat jigarrang rangmi yo qora rangi Buni ham qora bormi? ranglari ham bor. Nihoyatda modellarimiz ko'p, hali chiqmagan modellarimiz ham ko'p. Xudo xolasa kuzatib borsalaringiz, hammasini batafsil xudo xolasa kelishtirib beramiz. Krossovkalarni ham bir aytib o'tsangiz aka. Bu yerda ham assortiment bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Modellarimiz- Boshlarda ham aytsangiz aka. Narx-navolar. Modellarimiz ko'p. Bularni hammasini skidkada 200 ming so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston- dastlabki xizmati bepul. Bepul, bepul. Razmerlar qaysi bepul. qaysilari qolgan aka? Endi har xil bu yoqda 39 ham bor, 41 ham bor, 40 ham bor. Aralashda. Aslonan hozir ofisga kiyadigan akalarimiz uchun ekanda bu yerdagilar, to'g'rimi aka? Bular endi Ofisga, quruq ishga. havoga. Aha. Bu modelimiz masalan narxi qancha bo'lyapti? 200 ming so'm. 200 ming so'm. Tepa past O'zbekiston material bo'yicha- qanaqa? Nabuk bular. Aha. Xizmatlarimiz bepul. Endi ko'pchilik koja deydi, lekin koja emas-da endi. To'g'risini aytib sotadi. To'g'risini bu. aytgan, Botir sotgan aka. yaxshi endi. Bu modellarimiz aka, bu yerda ham chiroyli modellar rosa Bu ko'p yoqda ekan ham aka. har xil endi. 200 ming so'm, 250 ming so'm. Qanchadan qanchagacha bu yerda aka? Mijozlarimiz uchun baribir arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas, yashang aka. Narxlar minimum qanchadan qanchagacha? Minimaldan 200 mingdan 450 minggacha. gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda endi aslida sport ekanda, to'g'rimi aka? Razmer Razmerlar nechidan nechigacha bo'ladi? Bittagi 40 dan modellar. 44 gacha. Ayrimlari 41 dan 45 gacha. Hozirgi havoga bu yerdan sportni oyoq kiyim kiyadigan aka-ukalarimizga qaysi birini tavsiya berasiz aka? Hozir Masalan? eng hozir yaxshi sotayotganlarimiz mana shularni yaxshi sotyapmiz. Bugun ham yaxshi sotdik. Bu Singlisi bor, qorasi bor. gap Keyin bo'lishi. yashillari bor. Qarindoshlaridek. Qarindoshlari, serurug'da bular ham. Bu tepa past material qanaqa bo'lyapti aka? Sifati o'ta yaxshi bo'lardi. Qishga ham kiysa bo'ladi. Endi Bu ichi mexsizu, og'ir anaqa ekanda. mashinaga bo'ladi-da. Aha. Mashinaga quruq joyda, bir joyda ko'p o'tiradigan akalar borda. Aha. Ofisda ishlaydiganlar bor. Zamsh O'shalar aralashgan uchun ko'z zamsh aralashgan. O'tdan nihoyatda chiroyli narsa, razmerlarimiz mavjud. Break sezonga O'zbekiston lekin. bo'yicha xizmatlarimiz bepul. Aha. Bular narxini 350 ming so'm qilib beramiz. Razmerlari 39 dan 43 gacha. gap bo'lishi mumkin emas. Keyin menimcha mana shu oyoq kiyim ham trend bo'lyapti aka. Bular trendda, bularning modasi 5-6 yildan beri o'lmaydi. Buni qoralari ham yaxshi. Bu zallarga ham bo'laveradimi aka? Zalga sal og'irlik qiladi. Buni yengilroq modellari ham bor. Zalga qaysi birini tavsiya qilasiz aka? Shu yerdagi sportdan. Zalga chiqadigan endi Qaysi biridan bor? zalga mana bulardan mavjud. Aha. Usti setkali bo'lgan bilan
o'ta yengil. O'zim ham mana shundan kiyaman, setkalisam nihoyatda qulay oyog'im. Razmeri? Zalga. Razmerlari 40 dan 44 gacha. Oyog'i serlamaydi, ko'p harakat qilasiz. Og'ir toshlarni ko'tarasiz. O'shanda oyog'i serlamaydi. Narxi qancha? Narxi 150 ming so'm. Gap O'zbekiston boshi bo'yicha kerak. xizmatlar hammasi bepul. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek narx-navolar bilan chiroyli qilib tanishtirib chiqdik. Botir akaga alohida rahmat. Обязательно o'xshayapti. Botir gazini bos deb yozib qo'yasizlar kommentariyada. Sizlar bilan har doimdek ko'k ko'z bo'la. Like, komment, podpiska bosib, sovqotayotgan hali qishki oyoq kiyim olmagan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yasiz.